volontyorlikni nimadir manfaat uchun qiladi. Aynan sertifikat olish uchun shu borib og'zini yopib qo'yib ozgincha yursam, menga sertifikat bo'lsa bo'ldi degan narsa bilan qiladigan volontyorligi eng yomon volontyorlar turiga kiradi deb o'ylayman. Chunki uchalasidan birinchisi mayli o'z xohishi bilan qilib ketadi. Uchinchisi vashiyda bilmagani uchun qilmayapti. Agar bilsa, qiziqsa kiradi, qiziqmasa kirmaydi. Bu yaxshi. O'rtadaginisi qiziqmaydi-da, lekin sertifikat uchun har baloga tayyor. Shu ikkinchisi xavfli ham bo'ladi, chunki oddiy отношение qilayotganda ham manfaat bilan boshlaydigan bo'ladi hamma narsani. Xo'p, keyingi slaydga o'tkazsak bo'laveradi. Keyingi slaydda men o'zim tanishtirib o'tganman qisqacha. Shu sharqshunoslikda 3-kursman xalqaro loyihalarda ishtirokchi bo'lib qatnashganman. Asosan 2ta loyiham bo'lgan. Oldinlari 1-kursligimda Book Exchange loyihasini qilganman universitetimda. Oddiy maktab o'quvchisi bo'lganimda litseyda Andijon Leaders Academy'ni 6 oy, 7 oy yurgizganman. Ehson loyihalar zakovatini tashkil qilib, o'zimdagi darslarni rivojlantirishga qatnashni liderlik qobiliyati deb bo'ladi. Xo'p, keyingisiga keyingi prezentatsiyada bo'ldimi degan so'z bor. Men faqat shu narsani qilganmanmi? Albatta yo'q. Keyingi o'tkazib oling-da. Yo'q, chunki men o'z 11-sinfligimda emas, 10-sinfligimda Flexda seminar ishlaganman. Ba'ziga meni intervyuda o'zim ko'rsata olmaganim sababli tayyor bo'lgan. U yerda o'sha intervyuda bo'lgandan keyin men aynan o'zimni soft skilllarimga yaxshiroq e'tibor berishim kerakligini tushunib yetganman. Aynan intervyugacha bo'lgan bosqichim yaxshi-yu, lekin intervyuda mag'lub bo'lganim menga rosa alam qilgan. Hozir hech qaysi intervyudan qolmayman. Aynan o'shandan keyin intervyuga yaxshi tayyorlanishni o'rganganman. Xo'p, asosan xitoy tili, tillarga qiziqaman. Ingliz tili, turk tili, xitoy tili, vyetnam tili, nemis tili va hind tiliga ham qiziqib ko'rganman. Menga eng ko'p yoqadigani volontyorlikdan emas-ku-ya, noldan bo'lib Toshkentga kelgan paytimda oromgohga qo'shilib qolganman. Oromgoh meni hozir ham joni dilim, shuning uchun 4-5 ta kempda ishtirokchi, 4-5 ta kempda koordinator bo'lib qatnashganman. Xo'p, endi asosiy temamiz volontyorlikka o'tamiz. Volontyorlik o'zi qanaqa bo'ladi desalar, hali boshida aytib o'tdim. Endi sizlarning fikringizni ham bilmoqchiman. Volontyor nima qiladi deylik? Sizlarning fikringlarcha volontyor nima qilish kerak yoki-da volontyorda nima ko'nikma bo'lish kerak deb o'ylaysizlar? Menimcha ko'pchilik o'sha bepulga ishlaydigan, bepulga qaysidir loyihani yurg'izib beradigan va kimlargadir yordam qiladigan, ehson qiladigan, foydasi tegadigan, jamiyatga foydasi tegadigan qanaqadir inson yoki qaysidir sohani yaxshi biladigan kimsa sifatida qarasa bo'ladi volontyorga. Shunaqa. Lekin volontyor qilayotganda ham tekinga qilyapti degani hech qanaqa foyda olmayapti degani emas. Keyingi slaydda buni ko'rishimiz mumkin. Menimcha, to'g'ri, keyingi slaydda volontyor kimligini bilishimiz mumkin. Xo'p, volontyorlikning 3 ta oltin qoidasi bor. Ya'ni har bitta volontyor bo'layotganda faqat shu 3 tasiga qarab turib bo'ladi. Ya'ni birinchi qoidasi bu o'ziga va o'zgaga zarar yetkazmaslik. Agarda siz volontyorlik qilsangiz yoki o'zingizga yoki birovga zarar yetkazadigan bo'lsangiz, siz to'g'ri yo'lda emassiz. Sizga emas volontyorlik. Agar shu birinchisini buzsangiz, siz volontyor bo'la olmaysiz. Ikkinchisi moslashuvchanlik. Siz
qayerga borishingizdan qat'iy nazar, qaysi loyihada bo'lishingizdan qat'iy nazar moslasha olishingiz kerak. Ya'ni sizda moslashuvchanlik kuchli bo'lishi kerakki, yaxshi volontyor bo'la olasiz. Uchinchisi, yangilanish. Yangiliklarga bemalol moslanish bilan bir xil. Yangi narsalar o'rganishga moyillik bo'lishi kerak sizda. Agar siz 3 ta xislatni o'zingizda singdirgan bo'lsangiz, ya'ni nimadir ish qilayotganingizda birovlarga o'zingizga zarar yetkazmasdan qila olsangiz, vaziyatlarga osonroq moslasha olsangiz yokida yangi narsalarni tez qabul qilib, tezroq o'rganib keta oladigan bo'lsangiz, siz volontyor bo'la olasiz. Chunki bu narsa volontyorlikning eng asosiy kerakli narsasi desa bo'ladi. Keyingi slaydda asosan hop, buni o'tkazamiz. Hop, keyingi slaydda bu volontyorlikning foydalari. Foydalari birinchi o'rinda tekin ovqat va transferlar. Siz qayerda volontyorlik qilishingizdan qat'iy nazar, sizni kompaniya bo'ladimi, o'sha loyihani qilayotgan odam bo'ladimi, asosan ovqatingiz bilan o'sha joyga kelib ketishingizni ta'minlab berishadi. Ikkinchisi bu epikrovkalar. Epikrovkalarni juda ham ko'pchilik yoqtiradi. Chunki u kiyimlarda faqatgina kiyim emasda, u volontyorlar uchun u memoryni, xotirani saqlab qoluvchi narsa hisoblanadi. Xo'p, keyingisi xotiralar. Xotiralar juda ham qadrli. Hozir hamma telefonda nimadirlar qilib yotgan paytda kim bilandir juda ham elita 100 tali odam bilan, auditoriya bilan xotira qoldirish bu juda ham katta narsa. Xo'p, keyingisi bizda jamoa. Siz jamoani qanaqa sport qiladiganligini ko'rsangiz, o'sha yoqtirib qolasiz. Chunki hamma joyda jamoa bor. Ya'ni ishda ham kimlar bilandir tanisiz, bittasiz. O'qishda ham kimlar bilandir birgalikda o'qiysiz, ular bilan ham kursmeysiz. Lekin volontyorlikdagi jamoa vashita boshqacha hisni beradi sizga, bera oladi ya'ni. Xo'p, keyingisi o'zdaqa insonlar bilan tanishish imkoniyati, sayohatlar. Doim ham inson o'zdaqa fikrlaydigan, o'zdaqa nima deydi, narsalarni yoqtiradigan insonni topa olishi qiyin-da. Lekin volontyorlik shu narsani siz qo'lingizga berib qo'yadi. 100 ta odamdan hech bo'lmaganda 5 tasi meni fe'limga to'g'ri keladi. Tushunyapsizlarmi? U 5 tasi bilan gaplashsam, men juda ham yaxshi, juda ham xursand his qilaman o'zimni. Xuddi shu narsa insonga kerakli narsa desak ham bo'ladi. Xo'p, sayohatlarga keladigan bo'lsak, kimga yoqmaydi? Samarqandga tekinga aylanib kelish, mabodo Samarqandga umuman chiqmagan bo'lsa, yoki kimga yoqmaydi? Qirg'izistonga yoki Nukusga borib, tekinga 3 kun yoki 4 kunlik oromgohga o'xshagan joyda qatnashib kelish. Bilmadim, meni atrofimdagi ko'pchilikka yoqadi, chunki meni atrofimdagi ko'pchilik volontyor, ularga bu taklif juda ham zo'r taklif sifatida ko'riladi. Xo'p, keyingisi sport qiluvchi insonlar davrasida bo'lish. Sport bu eng muhim narsa. Qachonki siz qaysidir yangi narsani boshlamoqchi bo'lsangiz yoki qaysidir yangi g'oyani o'ylayotgan bo'lsangiz, sizga sport kerak bo'ladi. Aytishinglar mumkin, men sportsiz ham ish qila olaman. Qila olasiz. Lekin sport bilan sizni ishingiz zo'rroq bo'lishi mumkin yoki sizni ularni boshqalarni sport qilishingiz bilan ularning ishi yaxshiroq bo'lishi mumkin. Chunki sport bilan odamning miyasidagi fikrlari yana ham yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, endi biz bugungi slaydimizda, bugungi gaplashuvimizda asosan volontyorlik orqali menda real foyda ola olganim kattaroq deylik. 6 ta 7 ta sanaganim, bu hamma volontyorlikda bor. Siz bu narsani olasizda, ya'ni epikrovka desiz, epikrovka berishadi. Jamoa, hamma jamoa bo'ladi u yerda. Asosiy 3 tasi xalqaro volontiringda xalqaro networking qila olasiz. Xalqaro insonlar bilan tanisha olasiz. O'zingiz yoqtiradigan mashhur inson bilan, конечно, rasmga tusha olasiz. Chunki sizni bitta loyihaga qo'yishyapti. U yoqda sizga hech vaqo nima yo'q, chegara yo'q. Sen kim bilan yaxshi qilsang, o'sha bilan yur. Nima qilsang qil, lekin o'zingga berilgan vazifani qilsang bo'ldi degan narsa bor. U yoqda hamma bilan networking qilib chiqasiz. Ishingiz yuzasidan ham networking qila olasiz. O'zingiz haqingizda ham networking qila olasiz. Ya'ni nimadir o'sha yerda ish berilgan, o'sha ishni o'sha inson bilan maslahatlashingiz kerak. Lekin
siz tortinyapsiz, o'sha paytda o'zizga aytib, shunchaki borib u bilan tanishasiz, o'sha u yoqqa ketadi. Undan keyin sizga u odam, misol uchun project manager deylik, agar sizni ishingiz yoqsa, keyingi pulli joylarga ham yokida ish kerak bo'lsa ham sizni chaqiradi. Qara, shunda shunaqa volontyor bo'lgan eding. Menga seni foydang kerak, yordaming kerak. Конечно, bu pulli yokida seni shunaqa joyda ishchi sifatida kirgizib qo'ymoqchiman. Shunaqa taklif kelganda meni hayolimga sen kelding deyishi bu tabiiy hol. Xo'p, ikkinchisi bu ikkinchi oilaga ega bo'lasiz. Ya'ni sizni o'zining oilangiz bor, конечно, o'zi oilangiz birinchi o'rinda. Nu, boshqa muhitga borsiz, boshqa muhitdagi insonlar bilan, volontyorlik oilasi bilan 30 ta, 50 ta volontyor bo'lsa, o'shalar bilan bir hafta yoki 2 hafta birgalikda tinmasdan ishlaysiz. O'sha 2 hafta ular bilan birgalikda hayotni his qilganingizdan keyin ularni sportliligini hisobga olsa, oilada yaqin bo'lib ketasizlar. Xo'p, uchinchisi va eng keraklisi, mayli networkingni ham hamma joyda qilaverasiz. Anavi ikkinchi oilaga ham balkim hamma joyda ham erishsa bo'lar, topsiz bo'lar, chunki 5-6 yil ishlaydigan odamlar ham agar anonsi nima deydi, kollektiv yaxshi bo'lsa, zo'r oiladek bo'lib ketishgan, to'g'ri, 5-6 yil birgalikda ishlagandan keyin, конечно, bo'lishi mumkin. Lekin eng asosiy volontyorlikni o'zgacha beradigan narsasi bu siz tekinga o'z qobiliyatlaringizni oshira olasiz. Ya'ni sizga qanaqadir ish berilyapti, u narsani hech qachon qilib ko'rmagansiz. Uni xato qilsangiz ham sizga minus ketmaydi. Ya'ni plyusdan ham, aqlingizdan ham boshqa narsaga ham minus ketmaydi. Plyus qilsangiz ham hech qanaqa zarar bo'lmaydi. Ya'ni siz tekinga o'zingiz qobiliyatingizni har xil joylarda sinab ko'rasiz. Xo'p. Networking o'zi nima? Networking bu odamlar bilan professional va ijtimoiy aloqalar o'rnatish. Ya'ni siz faqat tanishib qolmaysiz, balki kelajakda bir-biringizga yordam beradigan, maslahat so'rashingiz yoki birgalikda loyihalar qilishingiz mumkin bo'lgan munosabatlar tarmog'ini yaratasiz. Ya'ni u insonga siz o'zingiz qanaqa yordam bera olishingizni ham ko'rsatib ketasiz. Sizni qachondir ish tushsa, pulli bo'ladimi, pulsiz bo'ladimi, asosiysi sizdan so'rab oladigan narsasini yokida nabarot sizni qachondir shu insonga ishingiz tushib qolsa, yordam so'rab u insondan masalangizni cho'zib olishingiz uchun yaxshi narsa bo'ladi. Xo'p, bu yerda men Ibrat farzandlarida Turk tili speaking club menejer bo'lganman. 2024-yil mart-iyun, pasida men 2024-yil xuddi shu yili kempiga koordinator bo'lib borganman. Chunki bu yerda networking ishlagan. Asosiy foydasi jamoa bilan ishlay olish. Birinchi marta men o'zimdan kichkina emas, o'zim bilan teng 30 ta odam bilan qanaqa gaplashib, qanaqa chiqishib ketishni tushunganman. Boshqaruvchilik qobiliyatini oshirish, конечно. Va asosiy yoqadigan, lagerlardagi yoqadigan narsa bu bir hafta tog'da dam olish. Xo'p, keyingisida noyabrda kurash volontyorlik birinchi volontyorligimga qo'shilgan bo'lsam, xuddi shu qo'shilgan volontyorligim sababli 2024-yil O'zcheskapga prostaga chaqirishgan. Ya'ni 2023-yil men rasmlarimni tashlab, nimadirlar deb yozib qo'shilgan bo'lsam, 2024-yil bu chehra keling qatnashsiz. Xo'p, mayli qatnashaman deganman, chunki menga yoqqan, o'zi shaxmat yoqqandi. Xo'p, keyingisiga o'tsak, foydasi bunda xalqaro networking bo'lgan. Menga bergan foydasi, men Xitoy tili yo'nalishida o'qiyman, shuning uchun bu tilimni, ya'ni o'rgangan yangi tilimni real hayotda qo'llay olganman. Birinchi kursni tugatib turib, birinchi kurs 1 yil Xitoy tili o'qidimda, endi menda shans bor. Yana qo'llay olaman, kim bilan? Xitoyda mashhur bo'lgan shaxmatchi bilan qo'llay olganman-da. Shaxmat bo'yicha bilimlarimni oshirganman, ahil jamoa bo'lgan u yoqda. Hop, keyingisi bizda bu munozara menga universitet tomonlama qanaqadir ma'noda tanish orttirishga yordam bergan. Bu yerda hamma narsa networking orqali bo'lgan. Ya'ni birinchi Time Summer School'da men shunchaki ishtirokchi bo'lib borganman. Biz universitetdagi bitta bola hakam bo'lib o'tirgan. Men o'zim munozarada ishtirok etib birinchi o'rinda olganman. Undan keyin o'zimiz universitetga kelib munozara qilganmiz. U yoqda bizga u bola qaysidir ma'noda yordam bergan. Chunki
u yoqda ikkinchi o'rinni olganmiz, lekin ikkinchi o'ringa chiqadigan vaziyatda ikkita qolgan, ya'ni 4 ta komanda qolgan. 4 ta komandadan 3 tasi kerak bo'ladigan bo'lgan. 4 ta komandadan 3 tasi qoladigan bo'lsa, 3 tasi o'rinni oladigan bo'lgan. U bola bizga doim birinchi o'rinni oladigan komanda bilan emasda, boshqa komanda bilan qur'a tashlashda tushimizga qaysidir ma'noda shunday qo'llab-quvvatlab borgan. Biz ikkinchi o'rin bo'lganmiz. Lekin agar bizda shans bordi, ya'ni 50-50 edi, biz birinchi o'rinni oladigan komanda bilan tushib qolishimiz ham unda maqsaddan qolmasdi-da, lekin u bola sekin bizni avaylaganda shunday bizni burib yuborgan boshqa joyga. O'shada menimcha shu foydalarni gaplashdik. Networking orqali bo'lgan foydalarni o'tkazib boraveringchi, xohlasangiz. Yo'q, mayli, o'tkazavering endi oxirigacha. Gulchehra, sizga qoyil, shuncha tadbirlarda qatnashibsiz. Qirg'izistonga ham borib kelibsiz. Samarqand, Karyeraga. Buxoroga. Okey, shu joyda gapirib o'tamiz, bo'ldi. Ikkinchi oilaga ega bo'lish. Tepasidan mashhur insonlar bilan tushidi. Menga yoqqani uchun aytib ketmay, yo'q, mayli, qo'ymay mayli, qo'ying. Men uchun mashhur insonlar bilan rasmga tushish vojib emas, lekin ularni real hayotda ko'rishni xohlayman. Konsta bilan bir 10 marta yo 20 marta rasmga tushish imkoniyati bo'lgan, lekin menda faqat bitta, birinchisida tushganman, chunki menda u insonni bezovta qilish ham yoqmaydi. Bir marta tushganim yetadi menga. Xo'p. Alisher Sa'dullayev bilan ham shunaqa, lekin bir marta tushganman, chunki menga bir marta yetadi. Hamma insonni o'zini ideali bo'ladi yokida havas qilib kuzatadigan inson bo'ladi. Shunaqa insonlarni sizlar agar volontyor bo'lsanglar, конечно, u sohasiga ham bog'liq, lekin bitta narsa bor. Volontyorlik soha tanlanmaydi. Ya'ni har bitta sohada o'zining volontyorlar bo'ladi. Agar sizlar qaysi insonga qiziqsizlar, o'sha insonni sohasidagi volontyorlikka qo'shilsanglar, kamida 1-2 oyda, balkim 1-2 yilda bemalol ko'risha olasizlar. Ya'ni ko'risha olish ham faqat rasmga tushish emas, gaplashib, bemalol muloqot qilib, bemalol maslahat oladigan darajada ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarga maslahatim, volontyor bo'linglar. Keyingisi. Xo'p, ikkinchi oilaga ega bo'lish deganman, uni oldinroq tushuntirib o'tdim. Hozir shu rasmdagi insonlar bilan men o'zim xohlagan paytim qayergadir borgim kelsa, shunchaki yozaman. Ya'ni qaysi biri ko'nglimga yaqinroq turgan bo'lsa, ya'ni hozir qaysi bir bilan borgim kelayotgan bo'lsa, o'sha guruhga shunchaki yozaman. Shu yoqqa boraylik, shunaqa qilaylik deyman, tamom deyishadi, boramiz. Ya'ni o'sha bu narsa o'rgan bo'lganmiz. Qaysi joyga yozishdan qat'iy nazar birgalikda nimadir qila olamiz. Kattaroq 20 ta odam bo'lib kelsa nimadir deydigan bo'lsa, men bemalol 20 ta odamni yig'a olaman. Shu insonlar bilan tanishganim uchun, shu atmosferada bo'lganim uchun. Xo'p, bizda asosiysi boshqa sohalardan xabardor bo'lish. Siz to'g'ri misol uchun men nazarimda olaylik, men tilchiman va men faqatgina tilchi bo'lib qolishim mumkin. Lekin agar men volontyorlikka qatnashgan bo'lganim uchun ham faqatgina til emas, balkim shaxmat, futzal bo'yicha, voleybol bo'yicha, munozara bo'yicha, yugurish marafonlari, triatlon, ekologiya, karyera, bowling, chet elda o'qish va AI bo'yicha qaysidir ma'noda nolavoydan ko'ra teparoq bilimga egaman, chunki men volontyorlikka qatnashib shu narsalarni o'rganganman. Ya'ni vaqtimni yaxshiroq o'tkazaman deb qatnashganman va hayotim davomida bilmagan narsalarimni, yangi narsalarni o'rganganman. Xo'p, bitta gaplar aytadigan bo'lsak, volontyorlik real tajriba beradi. Siz o'zingizni bemalol sinab ko'ra olasiz har narsada. Buni xato qilsangiz ham sizga minus emas. Ularga ham unaqa katta minus bermaydi. Xo'p, keyin sayohat beradi asosiysi, kiyim beradi,
ovqat beradi va transfer beradi. Kanadgaga birinchi chiqishim bo'lgan va bu ham volontyorlik orqali bo'lgan. Sayohatga Samarqandga birinchi borishim bo'lgan, bu ham volontyorlik orqali bo'lgan. Amirsodga ham shu volontyorlik orqali birinchi marta chiqqanman. Mazali ovqat bo'lsa, lagerning ovqatlari ishoninglar, bashsha shirin bo'ladi. Endi lager volontyorlik emas, lekin lagerga ham borish uchun qanaqadir volontyorlik qilib, tanish orttirib, keyin borsangiz osonroq borasizda. Xo'p, keyingisi va eng asosiysi bizda networking. Ya'ni insonlar bilan tanishasiz va u insonlar sizga kerakli vaqtda sizga aloqaga chiqishadi va sizga yangi imkoniyatlar ochiladi. Volontyorlik e'lon qilinadigan kanallar shular: UVA, Kelajak, Delay Dobro, Solnushka, Kontrast. Bularda har bittasini o'zining yo'nalishi bor. UVA hamma yo'nalishdagi volontyorlarni e'lon qiladi. Kelajak EVX ham shunaqaroq. Delay Dobro, ehson, Ramazonda suv tarqatish, bolalarga yordam berish bo'yicha bo'lsa, Solnushka bolalarni qaysidir litseniyasidan oldin borib, sahna ko'rinish qilish bo'yicha e'lonlar tashlaydi. Kontrast biletlar i-ticket bo'yicha, ya'ni i-ticketda biletlarni tekshirish bo'yicha volontyorliklarni tashlasa, respublika faol yoshlari asosan UVET studentlari olgan programma loyihalarini, endi u IT bo'yicha bo'ladimi yoki sport bo'yicha bo'ladimi, shularni tashlaydi asosan. Edugrants o'qish bo'yicha lagerlarni shu yerdan topsanglar ham bo'ladi. Camp for You degan kanal bor, unda ham lagerlar bor. IT Stars, o'z nomi bilan IT Stars, shu IT bo'yicha nimadir tashlashadi, ya'ni loyihalar yokida ish kerak bizga, ishchi shunaqa bo'lish kerak deb. Opportunity for You, bunda asosan imkoniyatlar tashlanadi. Chet elda o'qish, chet elga borish shu bo'yicha. Xo'p, meni kanalim ham yaxshi kanal deb o'ylayman. Men ham o'zim nimadir bo'lgan loyihalarni tashlayman, ya'ni bora olish mumkin bo'lgan loyihalarni tashlayman. Xo'p, bizni nimamiz tugadi? Prezentatsiyamiz tugadi. Hozir bizda savol va javob sessioni desak ham bo'ladi. Savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozishlaring yoki mikrofonni yoqib savol berishlaring mumkin. Kimda savol bo'lmasa, men o'zim savolimni beraman. Menga qiziq bo'lgan narsa, volontyorlik faoliyatini boshlaganingizni gapirmadingiz, ya'ni birinchi nimadan boshlandi? Qanday qilib bu sohaga kirib qoldingiz? Bu volontyor bo'lib qoldingiz qanday qilib? Maktab paytidan beri yoki universitetga kirgandan keyinmi? Kim olib kirdi bu yerga? O'zi volontyorlik haqida oldindan xabarim bo'lgan, ya'ni Toshkentga o'qishga kirishimdan oldin volontyorlik haqida xabarim bo'lgan, lekin uni men bilmaganman, chunki bitta volontyorliklarni sal minus tomoni viloyatlarda tadbir sal kamroq bo'ladi, volontyorliklar unchalik rivojlanmagan yokida rivojlangan bo'lsa ham shaharning o'zida rivojlangan. Misol uchun Toshkent viloyati bor, Toshkent shahri bor. Toshkent shahrining o'zida rivojlanganda, viloyatda hech narsa yo'q deyarli. Toshkent shahri, Toshkent viloyatida unaqa emas, demoqchi bo'lgan boshqa viloyatlarda shunaqa nazarda tutib bizda shunaqa bo'lgan. Biz kirganmiz. Men butunlay sinfdoshlarimni shaharga olib borib, Zakovatga olib borganimda, shu yerda volontyorlik bo'yicha xona bor ekan, kiraylik deganman. Mayli deb majbur ulaganim uchun kirishgan. Kirganimizda bitta opa bor edi. O'sha opa tushuntirib bergan, o'zi volontyorlik nima qiladi, qanaqa qiladi. Endi no'lavoy umuman volontyor bo'lmagan odamlar g'alatiroq savollar chiqishi tabiiyda. Nima deydi? Aytdim-ku, uni o'zini inson bor. Ba'zi insonlar uchun bu narsa vashki keraksiz narsadek ko'rinadi. Meni sinfdoshlarim ponni shunaqa edi. Men olib kirganim uchun rosa kulishgan. Shunaqa qilib qon berib yurasiz-ku, chehra qoningiz qolmasa o'lib qolsangiz-chi. Biz qon donorlik qilinadi. Viloyatlarda ko'proq donorlik aksiyasi yaxshiroq rivojlangan volontyorlikda. Volontyorlar qon sifatida donorlik qilib beradiganini tushuntirib bergan bizga. Voy, qoningiz qolmasa o'lib qolasiz, nimadirlar deyishgan. Keyin menda ham Andijonga kelish, doim kelish anonim bo'lmagani uchun
O'sha u paytda tugagan volontyorlik haqida bundoq yopganmiz, temani bo'ldi deb uyga ketganmiz. Universitetga kirgandan keyin birinchi volontyorlikda e'lon chiqqan. E'lon qayerdandir kelib qolgan, aniq bilmayman, lekin kelib qolgan. Shunchaki ism familiyam yozib ro'yxatdan o'tganman. O'sha paytda men xitoy tilini yangi boshlaganim uchun o'qimayman, chiqib ketsammikin deb yurgan bo'lganman. Shu volontyorlikka borib, Toshkent yaxshiroq joy ekanligini miyamda o'ylab, Toshkentni ham maza qila olmayman degan narsani shu volontyorlik bergan menga. Agarda birinchi volontyorligimga bormagan bo'lganimda, men Toshkentdan shunchakiga chiqib ketgan bo'lardim. Chunki meni uyimdagilarga men o'qimayman, men bu yil boshqa joyga ketaman yoki keyingi chetga topshiraman desam, hech yo'q o'zgarmagan bo'lar edi. Aynan shu birinchi volontyorligimga ism familiyamni yozib, rasmlarimni jo'natib, nimadirlar deb yozib, qatnashaman degandan keyin bo'ldi, olindingiz deb aeroportga yuborishib, kurashda narsalarni qildirtirgandan keyin, odamlar bilan tanishib, sal xursand bo'lgandan keyin Toshkentda qolish fikriga kelganman. Uyarli zo'r bo'lgan ekan. Sal ko'p gapirib yuboradigan otadim, sal e'tibor bermaysiz. Yaxshi. Ko'proq asosan foydalar haqida gapiryapsiz. Xuddiki volontyorlikda zarari yo'q deydi. Hamma foyda deyapsiz, lekin nima zararlari bor? Zarari bor, lekin kimlarga tavsiya bermagan bo'lardingiz volontyor bo'lishni? Qanaqa zarari bor? Zarari shu universitetda endi buni ko'pchilik rosa katta deb hisoblaydi. Talabalar uchun endi juda ham katta narsa. Bu ham o'sha insonga bog'liq. Zarari yana nima zarar bo'lishi mumkin? Bilmadim-ku, lekin aylanishni juda hatto tashqari yoqtirib qolishi mumkin volontyorlik qilgan odam. Shu ham sal zararroq insonga, salpat zarar. Jar emas-ku, salpat. Hammada ham nimadir qilishdan oldin uni zarari bilan foydasiga qarab turib qiladi. Endi ba'zilar uchun zarar deb o'ylagan narsam zarar emasdir. Men uchun zarar emas deb o'ylayotgan narsam ba'zilar uchun juda katta zarardir. Shuning uchun hammani o'ziga yarasha zarar foydalar bor. Meni o'ylashimcha, volontyorlikning eng katta zarari qolganlar uchun deb o'ylayman. Men uchun emas, qolganlar uchun eng birinchisi, ikkinchisi ota-onasini ko'proq xavotirga qo'yib qo'yish mumkin. Chunki hammani ota-onasi ham qizim mayli bir hafta oromgohda maza qilib deb yuborib yormaydi. Yokida hammani ota-onasi ham ha tog'ga chiqyapsizlarmi, tog'danmikan volontyorlik, mayli bir kunga yaxshi borib keling demaydi-da. Shu joyi sal agar ota-onasi sal yuragi bo'lmaydigan bo'lsa, bu ota-onasi uchun zarar bo'ladi. Insonga bu ta'sir qiladi salpal. Assalomu alaykum hammaga. Sizga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Meni volontyorlik bo'yicha hech qanaqa tushuncham yo'q edi. Ozmi ko'pmi tushunchaga ega bo'ldim, foyda zararlar bilan bir qancha tanishdim. Hozircha menda savollar yo'q. Menimcha hamma savollarga qilgan mavzuingiz ichidan javob topsa bo'lar. Asosan menimcha introvert haligi odamovi bolalar, qizlar uchun yaxshi ijtimoiy loyiha ekan. Menda shunaqa tushuncha hosil bo'ldi. Sizga kattakon rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Da introvertlar uchun zo'r desa ham bo'ladi. Chunki introvertlar borgandan keyin u yoqda shunchaki o'zi introvertlar ham indamasdan gapni eshitib o'tiradigan odamlar bo'lsa gapira oladi-ku. Volontyorlik introvertlarga ham, ekstravertlarga ham xos joy. Hech qanaqa farqi yo'q. Ya'ni ajratmaydi, sen introvertsan, sen ekstravertsan deb ajratmaydi. Bitta yomon tomon bo'lishi mumkin. Zararli tomon deganda esim kelib qoldi. Zararli emas, yomonroq, sal-pal qiyinroq. Introvertlar boshda chiqishib ketishga sal-pal qiynalishadi. Chunki 100 ta odam bilan bir xil muomala qilishga sal-pal ozgincha boshda qiyin bo'ladi. Bir ikki kunda eplab o'rganishadi. O'sha insonni ko'proq qadrlaydi volontyorlik oilasi. Chunki u inson o'zi introvert bo'lsa ham ekstravertlar ko'p bo'lgan joyga, odam ko'p bo'lgan joyga kelib,
ular bilan birgalikda ishlab, birgalikda gaplashib, birgalikda xursand bo'lyapti. Bu narsani ko'proq qadrga yetadi. Ya'ni ko'pchilik volontyorliklarda qatnashadigan odamlar tanishtiruv qilayotganda oxirida reflection qismi bor. Ya'ni volontyorlik menga nima berdi yoki xullas prosta gaplashib o'tirib volontyorlikdan men shunaqa narsani o'rgandim deb prosta fikr almashib o'tirgan paytda ham ko'pchilik boshlaydigan bitta gap bor. Men oldin bunaqa ko'p joyga bormaganman, ko'p joyda ko'p gapirmaganman, lekin men volontyorlikka kirgandan keyin shunaqa bo'ldim. Men o'zi introvertman, lekin volontyorlikdagi insonlar bilan yaxshiroq gaplasha olmayman deb shunaqa boshlaydi-da ko'pchilik. Men o'sha paytda o'ylab qo'yaman, qaniydi men ham introvert bo'lsam-u, kirganimda rost ekamga qolganlarga ham ta'sir qiladi-da bu gap. Kirganimda voy men introvert edim oldin, keyin shunaqa bo'ldi deb aytib bera olsam deb xayolimdan o'tgan. O'zim ham introvert bo'lganman. Shu volontyorlikni boshlagandan keyin ancha odamlar bilan gaplashish, chiqish, odamlar boshqarish, muloqotga kirish oson bo'lgan. Haqiqatdan juda foydali, yordam beradi. Introvertlar uchun ayniqsa taklif maslahat beraman volontyorlik qilishda, agar introvertlikdan chiqib ketish niyat bo'lsa. Chunki introvertlik ham o'zi unchalik yomon narsa emas. Qani nimagadir yomon nima qilishadi, negativ sifatda qarashadi, lekin aslida unaqa emas. Mana keyingi savolim. Bitta prezentatsiyada volontyorlikning oltin qoidasi sifatida 3 ta narsani keltirgansiz. Nimaga asoslanib bu qayerdadir yozilganmi yoki o'zingizni fikringizmi? Shu savol meni qiynayapti boshidan beri. Bu Shirin Abidovaning fikri. O'zi volontyorlikni qaysidir standartlariga ko'ra shu 3 ta narsa asosiy narsa deb qo'yilgan bizda. Ya'ni UVA tomonidan. UVA O'zbekiston volontyorlari assotsiatsiyasi, inglizcha nomi Uzbekistan Volunteers Association. Endi qisqartmasi UVA bo'ladi. Bu 3 ta qoidani shu Shirin Abidovalar o'ylab topib qo'shishgan. Ya'ni har bitta volontyor bo'laman degan odam shu 3 ta qoidani qabul qila olishi kerak. Tushunarli. Ancha yaxshi o'ylangan. Yomon emas. Chunki volontyor o'ziga yordam kerak-da, lekin birovga yordam beryapti. Bu volontyorlik emas-da o'sha. Chunki bu yerda o'ziga zarar ishlab qo'yapti. Deb xullas shu 3 ta anoni ham o'zlari o'ylab topishgan. Ya'ni o'zlari necha yillik volontyorlik qilib, keyingi odamlarga stereotip qo'yayotganda, ya'ni chegara qo'yayotganda shu 3 tasi senda bo'lmasligi kerak yoki shu 3 tasini sen qabul qila olishing kerak deb aytishgan. Siz juda ko'p foydalar haqida gapirdingiz. Menga yana o'sha zarari qiziq. Shu zararini ko'proq yoritib berish uchun savol sizga. Eng o'sha zararli bo'lgan loyiha, siz volontyor bo'lgan loyihalar ichidan eng manfaatsiz bo'lgan loyiha qaysi? Bekor boribman degan. Sal videoni pastga tushiring. Qaysi? Yo'q, prezentatsiyani, videoni emas, prezentatsiyani. Bormidi shunaqa joyi? Bor. Gapirilmagan. Siz rasmni ko'rsatsangiz men esimga keladi o'zim. Qaysi birda bekor boribman, shu safar bekor qildim degan vaziyat bo'lganmi? Yo'q, o'tkazing, kelyapti. Xo'p, o'tib ketib qoldingiz, mayli. Aytaman-ku baribir. To'xtang, undan ham yomonroq bor ekan, pastga tushing. Esdan chiqibdi. Xo'p. U volontyorlik emasdi. Teparoq chiqaring. To'xtangda tepaga chiqing. Karyera kampi. Yo'q, keyingisida. Tepaga chiqing. Samarqand. Ha, to'xtang. Ha. Voy, Samarqand to'xtang.
Samarqandda xullas volontyorlik emasdi. Eng xursand bo'lgan joyim shu. Eng qizig'i unda volontyorlarga ko'ra volontyorlar ko'proq xursand bo'la olishganda, shu paytda men ishtirokchi bo'lib qatnashganman. Qani edi shu yerda volontyor bo'lib qatnashsam deb turib, o'z volontyorlar bilan tanishib, volontyorlikka ham o'tib ketib qolganman, lekin o'tib ketib qolishimdan oldin rosa afsuslanganman. Bu United Nations Xullas davlat xizmatlari xalqaro forumi bo'lgan. Birlashgan Mamlakatlar davlat xizmatlari xalqaro forumi. Bu Samarqand 2x deb qo'yganman. Samarqandga ikkinchi borishim bo'lgan. Yaxshi ham Xudoga shukr bilganman, qaysidir aylanadigan joylarni bo'lmasa o'lib qolardim zerikib. Keyin menga qanaqadir rasmiy forum va shay bo'lmasligini his qilib qaytib kelganman. Hamma narsa ingliz tilida gapirishganda, u qiziqarli mavzu ham gapirishmagan, eng qizig'i. Men bunga o'zi nima deb uchganman, ya'ni nimaga qiziqqanman? Bitta bola aytgan, Qirg'izistonga borganimizda aytgan, shu yoqda degan, Samarqandda degan, chet elliklar keladi, xalqaro forum bo'ladi. Hamma narsalarni qoplab beradi, borish qaytish, mehmonxonalarni degan. Men bunga ishonganman, o'sha odamga ishonganman-da, ro'yxatdan o'tganman. Keyin siz qabul qilindingiz deb kelgan. Okey, roziman, Xudoga shukr, qabul qilinibman, endi maza qilaman deb o'ylaganman. Lekin bolaga yozganman, shunaqa qabul qilinibman desam, bo'ldi, joyni hal qilamiz, mehmonxonani hal qilamiz degan. Keyin bir mahal o'sha ertasi kuni bo'ladi forum. Men bugun ketishim kerak. O'sha paytda yozyapman, o'sha javob bermayapti. Nima qilishimni bilmayman, o'ylaganman, borsam menga mehmonxonada berishadi deb o'ylab, ha mayli deb ertasi kunimi, o'sha kunimi nimaga yo'lga chiqib ketganman, borganman. Borganimda ne ko'z bilan qarayki, ishtirokchilarga yotoqxona berilmaydi deb yozib qo'ygan men o'zi ko'rgan bo'lganman. Prosta men u bolaga ishonganman-da, olamiz, shunaqa qilamiz degan uchun. Unaqa bo'lmagan. Keyin o'zim tanishimnikida qolganman. Ertasi kuni kelganman forumga. U bola ko'ringan. Nima qilyapsizlar desam, biz shu yerda mehmonxonada turibmiz. Shunaqa qizlar bu yoqda, bu xonada, men mana xonada degan. Ha, zo'r deganman. Meni yozganman-ku, men 3-4 kun oldin qabul qilinganimni yozganman. Taklif qilganim uchun borayotganim, ya'ni shunaqa deb aytgandingiz, shunga bordim deb aytganman. Keyin o'qimay qo'ygan-ku. Nega desam, Gulchehra, to'g'risi siz esimdan chiqib qolibsiz degan. Ya'ni meniki o'qilgan bo'lib qolganda, o'sha o'qilgan joyda javob yozaman deb turib yozmay qolganman. Nimadir bo'lib esimdan chiqib qolibsiz degan. Ular maza qilib mehmonxonalarda yashab maza qilishgan. Men ham forumda maza qilib qatnashganman deya olmayman. Samarqandda aylanish maza bo'lgan. Afsuslanganim shu konferensiyaga ishtirokchi bo'lib, tanimagan emas, ishonmaslik kerakligini shu Samarqandda ham bitta o'rganib kelganman. Menimcha erta o'zi qoplab berishlari kerak edi. Tushunishim bo'yicha o'sha United Nations'da birinchi marta Samarqandda bo'ladigan forumiga borgansiz-da? O'zi qoplab berish kerak dunyo tarixida birinchi marta Samarqandda bo'lgan forumda shu. Meni tanishim Malayziyani qoplab beraman deb aldagansiz, tushunarli. Aldamagan, ular o'zlariga hujjatga ism familiyamni qo'shtirmay qolgan. Esdan chiqdi. Ya'ni o'zini 10 ta tanishi bilan kelgan, o'sha 10 ta tanish bilan Malayziya elchixonasi delegatsiya sifatida turgan mehmonxonada. Meni ism familiyamni qo'shishni yokida qaysidir ma'noda ozgincha mas'uliyatsizlik qilgan. Endi bitta aytishki, mashhur insonlar bilan rasmga tushish va ko'rish imkoniyati beradi. Sizda idealingiz bo'lsa, rasmga tushib olasiz dedingiz. Sizda idealingiz kim edi? Men o'zi kimgadir qiziqmayman, kim bilandir rasmga tushish va deb o'ylamayman. Prosta men o'zim yoqtiradigan, hurmat qiladigan insonlar bilan rasmga tushganman bularda. Endi Shirinova bilan ko'p tushganmiz, chunki meni 30-20 ta o'quvchim bo'lsa, hammasiga bittadan sertifikat berayotganda tushganmiz. O'zim tushganman, undan oldin mavsumda tushganman, undan oldin FIFAda tushganman. O'zi Shirinova bilan hamma qaysidir loyihada baribir sertifikat olayotganingizda tushasiz, yokida gruppovoy fotolar juda ko'p tushasiz.
Konsta ham shunaqa. Konsta bilan endi bir marta o'zim tushib olgandan keyin o'sha u yoq gruppovoy rasmlarda Andijon viloyatida bergan konsertidagi Humo Arenada Humo Arenaga bormadim. Shunaqa bo'ladi. Manavi Yuyangi bo'lsa, Yuyangi menga berilgan birinchi xitoylik bo'lgani uchun, ya'ni birinchi gaplashgan xitoylik bo'lganim uchun esdalikka deb tushganman. Umidjon Eshmuhammedovni o'zim taniganimdan keyin hurmat qilishni boshlaganim uchun bizdan intervyu olganda, qolganlar tushayotganda gruppovoy mayli deb qo'shilganman. Meni kim bilandir rasmga tushish xayolim yo'q. Men ularni faqatgina hayotda ko'rishni yoqtiraman. Ya'ni inson sifatida hayotimda ko'rishni yoqtiraman, lekin Shavkat Mirziyoyev bilan Saida Mirziyoyevani doim men boradigan tadbirlarimga kelgan bo'lsa ham, ya'ni ko'rishdan doim qolaman. Nimadir yuz berib qoladi yoki nimadir bo'lmay qoladi, qolib ketib qolaman. Bir 5 tami 6 ta qatnashgan tadbirimda kelib qatnashganda lekin ko'rolmay qolgansiz. Ko'risholmay qolgansiz. Da. Misol uchun yaqinda volontyorlar forumi bo'ldi. Birinchi kuniga Saida Mirziyoyeva keldi. Men ikkinchi kundan boshlab qo'shildim. Nimaga? Chunki birinchi kunida prostaga ustozdan embo olmay deb turib yozmaganman yokida Guldasta opa Gulchehra shunaqa qilish uchun yig'layapmiz bunda bilasizda deganda, ha bilmadim, 1 yil bilmadim men, 1 yil nimadir qila olmasam kerak degan gapni berib qo'yganim uchun bormadim. Hammaga bu gapni yozib chiqqanda, men negativ tushunib olganman u gapni. Ya'ni shunaqa vaziyat to'g'ri kelmay qoladi. U insonlar keladigan loyihalarga men bora olmay qolaman yokida misol uchun borib tursam ham men o'sha soniyasida, lahzasida yo'q bo'lib qolaman. Futbolda Cafa Nations Cupda O'zbekiston yutdi, hammasiga qaysidir mashinani berishdi. O'zbekiston yutgandan keyin nishonlayotgan paytda Shavkat Mirziyoyev chiqib, hammasiga o'sha mashinasining kartini topshirib chiqdi. O'sha paytda men stadionda edim. Ya'ni futbolni ko'rdik, tugadi, O'zbekiston yutdi, nishonladik. O'sha paytda, o'sha soniyada biz hammamiz turdik, tashqariga chiqib ketdik. Biz tashqariga chiqishimiz bilan bu yo'ldan Shavkat Mirziyoyev kirib keldi. O'sha ovozni eshitdik-ku. Sahnaga Shavkat Mirziyoyev kirib kelyapti, nimadir deb baqirgani eshitdik-ku. Biz chiqib ketganmiz, ular kirib keldi. Shunaqa, ya'ni shunaqa vaziyat bo'lib qoladi. Bitta savol bersam ko'p gapirib yuboryapsiz, shunga qisqaroq savol beraman deyman. Volontyorlikni eng katta foydasini bitta so'z bilan aytingchi, bitta so'z bilan. Networking. Networking. Da. Xo'p. Sizningcha o'sha eng katta saboq chiqarganingiz shu birovlarga ishonmaslikmi yoki yana ham muhimroq bo'lgan saboq bormi o'sha volontyorlik qilgan jarayoningizda? Hayotda qanaqadir saboq oldingiz? Chunki ko'pincha men masalan tadbirlarda qatnashganimda doim nimadir saboq olaman, odamlarda ko'proq tushishni boshlayman-da. Sizda ham shunaqa narsani sezganmisiz o'zingiz? Balkim sezgandirman, lekin men bittada eslolmayman nimani sezganimni. Bitta narsani bilaman. Endi menga eng esda qolganini aytay, mayli. Hammani ham o'z kabi tutmaslikni o'rganganman bitta lagerda, deylik. Ya'ni hamma ham sizga o'ziga o'xshagandaqa yaxshi inson emas. Sizga kulib tursa, misol uchun men kulib tursam, конечно, kulib turgan bo'laman. U ketsa ham kulib turaman. Ya'ni uni meni yonimda bo'lishi ham, yonimda bo'lmasligi ham uni yomonlashimga sabab emas-da. Lekin ba'zi insonlar unaqa emas. Shu narsani eslash kerak. Hamma bilan ham voy bu hech qachon bunaqa qilmaydi deb ishonib bormaslik kerak. O'sha kulib turganiga ishonmaslik kerak demoqchisiz. Samimiy ko'rinishi mumkin tashqaridan, lekin ichida qanaqadir yovuz niyatlari bor yoki siz yo'qligingizda g'iybat qilishi mumkin.
Yo'q, hammadan hamma narsani kuta bilish kerak. Ya'ni bu hech qachon bunaqa qilmaydi-ku, shunaqa menga yaxshi gapiryapti-ku degan miyangizda bo'lsa, u kelib turib sizga emasda orqangizga kimgadir yomonlasa, undan eshitsiz, o'sha siz uni xayolingizda juda ham yaxshi sifatda qurib qo'ygan bo'lasiz-ku. Kutmaysiz-ku unaqa narsani. Nimaga bu bunaqa qildi degan narsa bilan qolib ketib qolasizda oxirida. Undan ko'ra hamma narsa qilish mumkinligini kutish kerak. Normal qabul qilsa, kimdir gapiribdi deb kelsa ham, ha, o'zi u bilan ham zo'r tanishmasdik deb qolasiz tamom. Hop, endi eng yomon nimani gapirdingiz volontyorlik bo'lgan tadbirda? Eng yaxshisi-chi, eng zo'ri, eng esda qolarli yaxshi. U eng yomon volontyorlik emas lekin. U eng yomon eng ko'p foyda loyiha. olgan. Endi Unda volontyor bo'lsam aytdim-ku, u yerda ishtirokchidan ko'ra volontyorlarga yaxshi muomala bo'lgan deb. Xullas, eng yoqtirganim FIFA, chunki u yer 1 oy bo'lgan, davomiylikka ham qaraydi hamma narsa. 1 oyda biz juda ham ko'p narsa qila olganmiz. Shuning uchun ham FIFA ko'proq yoqadi. FIFA bo'layotgan paytda men 3 ta joyda yana qo'shimcha 1 kunlik volontyorlikka borib kelganman. U degani 1 oyda to'liq 1 oy mazza qilib volontyorlik qilganman. Universitet hech qayerga bormasdan. Shuning uchun menga FIFA vallahi yoqadi. nima sababdan 1 oy bo'lgandan tashqari? FIFAni yoqishiga. 1 oy to'liq. Ha, FIFA kempda yoqishi. FIFA World nima Futsal World Cup. Futsal edi, to'g'rimi? Ha, futsal. Eng yaxshi tomoni futbol ko'ra olganim meni, ya'ni u kungacha men hech qachon futbolchilarga qiziqmaganman, futbolga qiziqmaganman. Shu o'yindan keyin futbolga qiziqishim ochilgan, ortgan ham desa bo'ladi. Tushunarli. Siz eshitayotganlarda savollar bormi? Sirojiddin, sizda savol bormi? Hech kimda savol bo'lmasa, menimcha tugatsak bo'ladi. Oxirgi savolim bitta o'sha eshitib turganlarga maslahat berib ketsangiz. Oxirgi bitta gapda. Agar siz tadbirlarga qiziqmasangiz, volontyorlikka qo'shilmaganingiz ma'qul. Chunki baribir o'ziga zarar bo'lib qoladi, ya'ni vaqtingizni bekordan ketkazib qolasiz. Hammada har xilda xarakteri, hammaning yo'nalishi har xil. Misol uchun siz rostakamga qiziqa olmayapsizmi? Kirmang. Kerak emas. Agar qiziqish ozgincha bo'lsa, moyillik ozgincha bo'lsa, harakat qilib ko'ring, urinib ko'ring. Bitta bo'lsa ham try qilib ko'rgan bo'lasiz. Agar yoqib ketsa, davom etasiz. Agar yoqmasa, to'xtatasiz. Lekin agar qiziqmasangiz, umuman xohlamasangiz yoki yoqtirmasangiz, umuman kirmay qo'ya qoling. Chunki bu siz o'zingizga qilgan yaxshiligingiz bo'ladi. Chunki kirib turib, voy bu unaqa ekan, voy bu unaqa ekan deb negativ emotsiyani o'zingizga olganingiz, davom ettirmaganingizdan keyin, конечно, to'xtatasiz-ku. To'xtatganingizdan keyin qolganlar voy qatnashmadingmi desa, o'ziga o'z minus bo'lib qoladi. Agar qiziqmayapsizmi, bo'ldi, shunchakiga kirmang. Rahmat, sizga ham taklif qilganingiz uchun. Sizga ham katta rahmat. Juda ham qiziqarli podkast bo'ldi. Men o'zi volontyorlik qilib yurgan bo'lsam, anchadan beri bir ikkita ma'lumotlar oldim, o'zimga insaytlar oldim. Vaqt topolsam, xudo xolisa, xulosa qilib, tekst qilib yozib kanalga tashlayman. Mayli, yaxshi. Mana yaxshi, kontakt ma'lumotlari bor. Kimdadir savol bo'lsa, Telegramga yozsa bo'ladi. Bemalol. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga rahmat.